Hop, produkt qo'shish bo'yicha darsni davomini ko'rib chiqamiz. Hop, bizda masala bor. Ba'zi produktlarni biza topga chiqarishimiz kerak. Ya'ni kirganimizda produktlar bo'limiga o'tganda olmoqchi bo'lgan odam ba'zi mahsulotlarni biza avtomatik ularga topga chiqarib berishimiz kerak. Ya'ni bizda veb-saytimizda yuqori qatorlarda turishi kerak. U qanaqa qilinadi deydigan bo'lsak, sales bo'limiga o'tamiz. Sales bo'limiga o'tganimizdan keyin hop, har doim bizada is published bo'lib turishi kerak. Bunda bizada o'sha produkt veb-saytimizda ko'rinib turadi va kategoriyasini biza обязательно kiritishimiz kerak bo'ladi. Hop, biz undan tashqari ribbon degan narsa bor. Ya'ni bu yerda bu mahsulot sotib bo'lindi yoki bo'lmasam anaqada yo'q, stokda yo'q, sotiladi yoki bo'lmasam new yoki boshqa bir qancha variantlarni o'zimiz yaratishimiz mumkin bo'ladi. Hop, ya'ni o'sha produktimizda yangi yoki bo'lmasam yangi kelgan, sotilyapti yoki bo'lmasam tugadi degan narsalar belgilaymiz va bu ham bitta o'sha mahsulotimizni topga chiqarish uchun instrument hisoblanadi. Undan tashqari bizada hop, website sequence degan narsa bor. Bizda umumiy produktlarimiz, publish qilingan produktlarimiz bo'lsa veb-saytda, o'shanda nechinchi bo'lib ko'rinishini biz ko'rsata olamiz. Ya'ni biza veb-saytda produktlar shop qismiga o'tganimizda ikkinchi bo'lib ko'rinib turadi yoki bo'lmasam birinchi bo'lib ko'rinib turadi deydigan bo'lsak, hop, veb-saytga o'tamiz. Hop, barcha mahsulotlar qismiga o'tadigan bo'lsak, bizada birinchi o'ringa chiqib turadi. Hop, mana birinchi o'ringa chiqib turadi. Hop, shu boshqa SEO turlari bo'lsa, yana darslarni olib borishni davom ettiramiz. Ilojisi bo'lsa, hop, packaging qismini kiritib chiqqan ma'qul bo'ladi bizada. Hop, bizada har doim e-commerce description va quotation descriptionda iloji boricha qulay va mukammal tarzda tuzilgan bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki bizada hop, veb-saytda ko'rinishiga ham bu narsalar ta'sir qiladi. Misol uchun hozir biza joylab qo'ygan descriptionimiz nisbatan noqulayroq va uncha chiroyli emas. Bu narsani biza e'tiborga olishimiz kerak. Joylayotganimizda yozilayotgan tekstdan chiroyli strukturada qo'yilishi kerak. Shu narsani ham e'tiborga olamiz va e'tiborli tarafi tilni ham qo'yish esdan chiqmasligi kerak. Ya'ni biz qo'yayotgan produkt descriptioni faqat bitta tilda bo'lib qolishi kerak emas. Bizda ingliz tili yoki bo'lmasam rus tili va boshqa tillarga ham ehtiyoj bo'ladi baribir. Darsimiz shunday bo'ladi. Rahmat kattakon.